dom degan obyektimizni bitkazib oldik. Yo'llarni yoqib qo'yganmiz. Joydan maksimum foydalandik. Stabilizatorlarni yig'ganmiz. Bitta shit yig'ganmiz. Kotelniga, kotel отоплениyaga nima aloqador narsa bo'lsa, mana shitdan ishlaydi. Xo'p, tupli polga bir dona nasos qo'yganmiz. Ikkita etaj ishlatyapmiz har doimgidek. Soatiga 12 vatt rasxod quvvatda. Radiatorlarimizdan hali yoqqanimiz yo'q. Chunki hali maylarga ishlarimiz ketyapti. Yechib taqib bosh og'riq qilgandan ko'ra yoqmadik uni. Yo'da boylerimizdan yig'ganmiz. Boylerimizda bitta расширительный bachogga qolib ketdi ularni. Tak qo'ygan hamma narsasi почти tayyor. Simlarni tortib bo'ldi. Bunga ham bitta epa nasos qo'yganmiz resirkulyatsiyaga. Maksimum 3.9 vatt yoqadi. Boylerimiz ekspert 80 litrli plus ichida 2 kilovatli teni bor. Xo'p, ishlagandan keyin endi joyi akkuratlik qilib qo'yish kerak, o'zingizlar bilasizlar. Bir korobka musor chiqdi o'zi ham kotelni yig'ib bo'lguncha.